Assalomu alaykum, hurmatli teletomoshabin do'stlar, aziz yurtdoshlar. O'zbekiston mana shunday bir o'ziga xos rivojlanish davrida kechyapti. Bugungi kunda O'zbekistonimizda akkreditatsiya degan bir soha o'ziga xos rivojlanyapti. Bugun Milliy matbuot markazidan e'tiboringizga havola etiladigan matbuot anjumanimiz aynan 9-iyun Butunjahon akkreditatsiya kuni sanasi munosabati bilan tashkil etildi va bu matbuot anjumanini O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat muassasasi tomonidan uyushtirildi va bu yerda spikerlarimizni taklif qilganmiz. Ular aynan mana shu sana munosabati bilan mamlakatimizda o'tkaziladigan tadbirlar, dunyo miqyosida olib borilayotgan ishlar haqida keng jamoatchilikka o'zlarini ma'lumotlarini demak berishadi va bizga yaqinroq keling deymiz va ijtimoiy tarmoqdagi UzReport telekanalining sahifalari orqali bizni kuzatib borish imkoniyatiga egasiz va savollaringizni qoldirsangiz albatta spikerlarimiz javob berishadi. Men shuni aytmoqchi edimki, bugungi kunda O'zbekistonda aynan akkreditatsiya sohasi barcha sohalar kabi ildamlab boryapti. Uning huquqiy asosi, qonuniy asosi yaratib berildi va qolaversa dunyo miqyosida deyarli barcha davlatlar akkreditatsiya sohasida o'zlarini bir ezgu maqsadlari yo'nalishida birlashganlar va O'zbekiston ham bu borada o'zining bir o'ziga xos tajribasi bilan o'z o'rniga egaligini isbotlayapti. Albatta bugungi matbuot anjumanida aynan mana shu sana munosabati bilan ilgari surilayotgan bu yilgi shior haqida albatta spikerlarimiz to'xtalib o'tishadi. Buni shu o'rinda eslatib o'taman. Innovatsiyalar, ishonch va barqarorlik akkreditatsiyaning qudrati deya belgilanishi ham bejiz emas. Shu o'rinda aynan mana shu jarayonlar haqida spikerlarimizni tanishtirib o'taman. Sizlarga ma'lumot berib o'tadigan O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat muassasasi direktorining birinchi o'rinbosari Nodirbek Ochilov hamda ushbu markazning sifat bo'yicha bosh menejeri Botir aka G'afurovlar taklif qilingan va ular barcha ma'lumotlarni sizlarga yetkazadi. Men mamnuniyat bilan dastlabki so'zni Nodirbek Ochilovga beraman. Marhamat, so'z sizga. Avvalambor assalomu alaykum. Hurmatli ommaviy axborot vositalari vakillari, hurmatli hamkasblar va hamkorlar. Har yili 9-iyun kuni butun dunyoda Butunjahon akkreditatsiya kuni keng nishonlanadi. Ushbu sananing 26-yili uchun shiori mana hozirgina aytib o'tilgandek, innovatsiyalar, ishonch va barqarorlik akkreditatsiyaning qudrati deb belgilangan. Mazkur shior akkreditatsiya va muvofiqlik baholash tizimlarining innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash, ishonchni mustahkamlash hamda barqarorlik kelajakni ta'minlashning muhim o'rnini yana bir bor namoyon etadi. Bugungi kunda biznes subyektlari xalqaro bozorlarga chiqishi, teng raqobat muhitini ishtirok etishi va normativ talablarni muvofiqligini isbotlashga bilan bog'liq turli qiyinchiliklarga duch kelmoqda. Shu o'rinda iste'molchilar esa mahsulot va xizmatlarning xavfsizligi, sifati hamda belgilangan talablarga muvofiqligini ishonchini hosil qilishni istaydilar. Ana shu ishonchni ta'minlash akkreditatsiya va muvofiqlikni baholash tizimining muhim vosita deb hisoblanadi. Texnologiyalar jadal rivojlanayotgan barqarorlikka bo'lgan talab ortib borayotgan sharoitda har qanday innovatsiyalar o'z ishonchliligini va samaradorligini isbotlashi lozim. Akkreditatsiya esa ushbu jarayonning muhim kafolati hisoblanadi. O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat muassasasi ham mazkur vazifalarni amalga oshirish maqsadida qator muhim tashabbuslarni hayotga tatbiq etmoqda. Xususan akkreditatsiya jarayonlarini raqamlashtirish va mijozlarga qulaylik yaratish maqsadida e-akkreditatsiya elektron platformalarini joriy etildi. Natijada inson omillari kamaytirildi, jarayonlar shaffofligi va xizmatlarni ko'rsatish samaradorligini oshirildi. Shu bilan birga ISO/IEC 17011 xalqaro standart talablariga qat'iy rioya etish, xolislik va shaffoflikni ta'minlash, manfaatlar to'qnashuvini oldini olish hamda xalqaro tan olishga kelishuvlarni faol ishtirok etish orqali milliy akkreditatsiya tizimlarini bo'lgan ishonchni mustahkamlanmoqda. Markaz tomonidan misol uchun menejment tizimlari doirasida ekologik boshqaruv, energiya samaradorlik, oziq-ovqat xavfsizligi, sog'liqni saqlash, atrof muhitni muhofazasini sohalarida muvofiqlikni baholash organlarini qo'llab-quvvatlash hamda BMTning barqaror rivojlanish maqsadlariga xizmat qiluvchi sohalarda akkreditatsiyaning qamrovini kengaytirish bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Shu munosabat bilan joriy yilda erishilgan muhim natijalardan birida alohida to'xtalib o'tilsam.
26-yilning may oyida O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat muassasasi Osiyo Tinch okeani mintaqasi akkreditatsiya hamkorligida ko'p tomonlama tan olishuv kelishuv APAC Emira doirasida navbatdagi paritet joyida paritet baholash jarayonlaridan o'tkazildi. Mazkur baholashda 12 ta davlatda tashrif buyurgan xalqaro ekspertlar ishtirok etdi. Markaz faoliyati ISO 17011 xalqaro standart talablari asosida har tomonlama baholandi. Shu o'rinda shunga bag'ishlangan bir kichkina roligimiz bor edi, agar shuni ko'rsatib borish imkoniyati bo'lsa. Rahmat. Shu o'rinda biz shu anjumanimizni efirga uzatayotgan texniklarimizdan iltimos qilamiz. That's the importance of this evaluation. Confidence in use and also consumer safety is implemented all over the world. Apart from this, you can take a ishlar olib borilgan. Marhamat, bemalol davom etishlaringiz mumkin bo'ladi fikrlarda. Bugungi kunda O'zbekiston akkreditatsiya markazini 10 ta yo'nalishi bo'yicha akkreditatsiya sxemalari deyiladi. O'sha xizmatlarni xalqaro miqyosda tan olingan bo'lib, shu yo'nalishda ishlar olib borilmoqda. Yangi mana may oyida bo'lib o'tgan paritet baholash jarayonlari davomida yana qo'shimcha 4 ta yangi sxema yuzasidan o'rganishlar olib borildi. Bularni qanchalik shu standartlar talablariga javob berilishi haqida mutaxassislarimiz bilan bizning tayyorligimiz haqida o'rganishlar olib borilib, baholashlar o'tkazildi. Natijasida bu yo'nalishlar bo'yicha ma'lum bir nima deydi, nomuvofiqlik yoki biron bir kommentariylar taqdim etilmadi. Bular praktik hammasi baholanib shu jarayonga loyiq ekanligini belgilandi. Endi bu bir necha qadamdan iborat bo'lgan jarayon bo'lgani uchun yilning oxiriga qadar uni ofitsial tan olinishi kutilmoqda. Bu 4 ta yo'nalishimiz bu 17020 xalqaro standartda bo'lib, ISO bu standart bo'yicha inspeksiya organlarini akkreditatsiyadan o'tkazish belgilanadi. Hamda mana hozir juda ham dunyoda dolzarb bo'lib kelayotgan ISO 15189 tibbiy laboratoriyalarga qo'yiladigan talablar bo'yicha endi akkreditatsiya olib borish xalqaro darajada tan olingan darajada akkreditatsiya ishlarini amalga oshirish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Yana qo'shimcha mana 17034 bu standarti bo'yicha standart namunalarni ishlab chiqaruvchilarni akkreditatsiya qilinishi hamda ISO 17043 standarti bo'yicha malakali tekshiruv provayderlarni akkreditatsiyadan o'tkazish imkoniyatimizni xalqaro darajada akkreditatsiyadan o'tkazish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Xudo yilning oxiriga qadar shu tan olinishi kutilmoqda. Paritet baholashning ijobiy natijalari asosida joriy yilda mana 10 dan 14 ta sxemagacha ko'tarilishi kutilmoqda. Bu esa mamlakatimizda mana boyat o'tirgandek yana ham ishonchini ham xalqaro akkreditatsiyaning o'rnini ko'tarishiga, o'rnini boshqa bir darajaga chiqarishi uchun xizmat qiladi. Bu dunyoda shunday bir indekslar bor, mana jumladan mana Global Quality Infrastructure Index deyiladi. Bu global sifat infratuzilmasining indeksi. Bu indeksda mana oxirgi 25-yilda o'tkazilgan o'rganishlar natijasida 185 ta davlat ichidan O'zbekiston 52-o'rinni egallab turganligi belgilangan. Bunda alohida e'tibor berish kerak. Bular jumladan 3 ta yo'nalish bo'yicha baholaniladi. Akkreditatsiya, metrologiya va standartizatsiya yo'nalishlari bo'yicha akkreditatsiyaning 185 ta davlat ichidagi o'z o'rni 25-yil yakunlariga qadar 29-o'rinda belgilangan.
hozirgi bilan asosiy mezonlardan biri mana shu akkreditatsiya xizmatlarini ko'rsatish sohalarni kengligi shulardan bo'lganligi sababli qo'shimcha yangi bir yo'nalishlarning ochilishi bu akkreditatsiyaning jahon miqyosida o'rnini oshish uchun yana bir turtki bo'lishi ehtimoli mavjud. Yuqoridagilarni inobatga olganda mana akkreditatsiya mana bir tarafdan sxemalari, xizmatlari bo'lsa, ikkinchi tarafdan ular faoliyatida akkreditatsiyadan o'tkazgan muvofiqlik baholash organlari qaysi yo'nalishlar bo'yicha qancha ko'pligi masalan o'shalarni oshib borish xalqaro standartlar talablariga javob berish jarayonlaridan o'tib borishi muhim rol o'ynaydi. Bularni mana sonlarga agar to'xtalib o'tadigan bo'lsak, hozirgi kunda 450 ga yaqin muvofiqlik baholash organlari O'zbekiston akkreditatsiya markazi tomonidan akkreditatsiyadan o'tkazilib, davriy ravishda baholanib kelinmoqda. Eng ko'pisi albatta bu sinov laboratoriyalari bo'ladi. Bularni jumladan bular sinov laboratoriyalarining soni 281 ta. Shunlarni kalibrlash laboratoriyalari 24 ta, mahsulotlarni sertifikatlashtirish organlari 94 ta, yana qo'shimcha ravishda bo'lsa sifat tizimlari menejment sifat tizimlari bo'yicha 31 dan ortiq har xil yo'nalishli ekologik menejment, energiya menejmenti, atrof muhitni muhofazasi, oziq-ovqat xavfsizligi yo'nalishlari bo'yicha faoliyat yuritib kelayotgan organlar mavjud. Tibbiyot laboratoriyalarining mana hozirgi kunda 3 ta tibbiyot laboratoriya o'zi boshlandi, akkreditatsiyadan o'tkazildi. Yangi provayderlar hosil bo'ldi, 5 taga chiqarildi provayderlar soni. Bir 2 ta standart namunalar ishlab chiqaruvchilar akkreditatsiyadan o'tkazildi. Va shu jumlada aytib o'tish joizki, bular har doim ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Bu O'zbekistonda mana faoliyat yuritib kelayotgan muvofiqlik baholash organlarining bunaqa darajada yetishi bu o'zini mavqeini yana ham oshirib boradi. Akkreditatsiya markazining asosiy resurslaridan biri bu kadrlar hisoblanadi. Biz juda ham masalan kadrlarga katta e'tibor beramiz. Hozirgi kunda shtatlarimizda 195 ta jalb qilinadigan kadrlarimiz bor. Bularning ichidan 50 taga yaqin baholovchi hisoblanadi. Qolganlari 145 ta texnik ekspertlarimiz mavjud. Ular mana shu aytib o'tilgan yo'nalishlarni barcha sohalar va yo'nalishlarni qamrab oladi. Hozirgi kunga qadar sohalarimiz juda ham ko'p, 14 ta yo'nalish belgilangan. Bizda bularning ichiga veterinariya, ximiya, mashinasozlik, elektrotexnika, shunga o'xshash barcha yo'nalishlar qamrab olingan. Bular hammasi mutaxassislarimiz xalqaro standartlar bo'yicha ekspertlar hisoblanadi. Bular o'sha standart, o'sha yo'nalishlarda o'zini sohalari, o'zini sxemalari bo'yicha baholovchilar har doim baholanib, ularni malakalarini oshirib, ular bilan ustida ishlab boramiz har doim. Kelgusida ham mana milliy akkreditatsiya tizimini yanada takomillashtirish va xalqaro tan olishni sohasini kengaytirish, raqamlashtirish jarayonlarini jadallashtirish va xalqaro reytinglarda mamlakatimizning pozitsiyasini yanada mustahkamlash bo'yicha izchil ishlar davom ettirmoqdamiz. Fursatdan foydalanib, barcha baholovchilarga, texnik ekspertlarga, muvofiqlik baholash organlari vakillari hamda xalqaro hamkorligimizdagi butun jahon akkreditatsiya kuni bilan samimiy muborakbod etaman. Sizlarga mustahkam sog'lik, yuksak yutuqlar va mas'uliyatli faoliyatingizda ulkan muvaffaqiyatlar tilab qolaman. Rahmat e'tiboringiz uchun. Rahmat Nodirbek aka taqdim etgan ma'lumotlaringiz uchun va aytib o'tdingiz, haqiqatdan o'sha baholash tizimida olib borilayotgan ishlar uchun avvalambor O'zbekistonda sharoitlar, imkoniyatlar yaratib berildi. Aytib o'tganimizdek, o'sha qonun hujjatlari, qarorlar qabul qilindi va bugungi kunda o'sha xalqaro indeksda O'zbekistonning o'rni qanday bo'lishi kerak degan savollarga biz amaliy ishlar bilan demak yetib boryapmiz. Shu savolni sizlarga tashlamoqchi edim, Botir aka, Nodirbek aka. Aynan o'sha xalqaro indeksda O'zbekistonning o'rni qanday? Bu O'zbekiston qanchalik manfaatdor? Avvalambor o'sha har bir davlat bu yerda o'z manfaati uchun kurashyapti. O'zini xalqi, o'zini o'sha imijini xalqaro miqyosda keng targ'ib qilish uchun kurashyapti. Lekin bugun O'zbekiston qanchalik darajada buni uddasidan chiqyapti va biz qanday bir yutuqlarga erishyapmiz? O'rnimiz qayerda? Nimada bo'lyapti? Marhamat.
Juda qiziqarli savol. Haqiqatdan bu akkreditatsiyani va butun muofini baholash sohasini o'rnini belgilab beradigan indekslardan biri. Bu haqida men iltimos qilardimki, Botir akam bir batafsil ma'lumot bersalar. Marhamat. Rahmat. Avvalambor mana shu yo'nalishda global sifat infratuzilmasi to'g'risida, indeksi to'g'risida ozgincha bo'lsa ham tushuncha berib o'tsam. Bu indeks bir tomondan tovarlar va xizmatlar sifatini nazorat qilish jarayoni bo'lsa, ikkinchi tomondan bu indeks dunyoning turli mamlakatlarida milliy sifat tizimlarining rivojlanish darajasini baholab borish va taqqoslash hisoblanadi. Ushbu indeks har bir davlat hukumatlari va biznesga o'z milliy mahsulotlarining xalqaro bozorda qanchalik xavfsiz, ekologik toza va raqobatbardosh ekanligini tushunish imkonini beradi. Bu o'z navbatida yuqori reytingga ega davlatning eksport qilinadigan tovarlariga bo'lgan ishonchni mustahkamlaydi. Global sifat infratuzilmasi indeksida har bir mamlakatning reytingini oshirish uchun 3 ta asosiy yo'nalishning har bir mezoni o'rnatilgan. Bular to'g'risida ozgina to'xtalib o'tsam, birinchi yo'nalish bu metrologiya sohasi. Unda o'lchovlarning aniqligi va bir xilligini va ularni xalqaro miqyosida tan olinishini ta'minlash mana shu sohani mezoni hisoblanadi va shu bo'yicha mamlakatning indeksi, sifat infratuzilma indeksi belgilanadi. Ikkinchi yo'nalishi bu standartlashtirish sohasidagi yo'nalish. Bunda mahsulotlarning xavfsizligi va sifatini jahon bozori talablariga moslashtirish maqsadida xalqaro standartlarni milliy darajada qabul qilish va xalqaro texnik qo'mitalarda a'zolik maqomiga ega bo'lish hamda standartlar bazasini raqamlashtirish va shaffofligini ta'minlashdan iborat bo'lgan mezonlar hisoblanadi. Mana shu mezonlar bo'yicha standartlash sohasi mana shu infratuzilma indeksi bo'yicha baholanadi. Va uchinchi yo'nalish bu akkreditatsiya sohasidagi yo'nalish hisoblanadi. Bunda har bir davlatning akkreditatsiya tizimi xalqaro akkreditatsiya sohasidagi tashkilotlar, bu ILAC va IAF bitimlarida imzo chekishi, ushbu bitimlarga imzo chekilgandan so'ng O'zbekistonda berilgan muvofiqlik sertifikatlari va sinov bayonnomalarini dunyoning 100 dan ortiq davlatida qayta sinovlarsiz to'g'ridan-to'g'ri tan olinishi, akkreditatsiyadan o'tgan idoralar tarmog'ini kengaytirish, ya'ni xalqaro tan olingan laboratoriyalar tarmog'i qanchalik keng bo'lsa, ichki bozor sifati shunchalik yaxshi nazorat qilinadi. Va yana bir mezoni bu o'sha akkreditatsiya jarayonida xolislik va mustaqillikni ta'minlash hisoblanadi. Ya'ni akkreditatsiya markazining sinov o'tkazuvchi yoki sertifikat beruvchi tashkilotlardan to'liq mustaqil bo'lishi va bu jihat o'sha xalqaro ISO EK 1701 xalqaro standarti talabi hisoblangan bo'lib, bu xalqaro ekspertlar tomonidan akkreditatsiya markazini baholanganda manfaatlar to'qnashuvi yo'qligi eng asosiy ball beruvchi omil hisoblanadi. Mana shu mezonlardan kelib chiqib, demak, hozirgi kunda mana shu 3 ta yo'nalish bo'yicha demak baholanib borilmoqda va shu jihatda O'zbekistonda ham aynan shu ko'rsatkichlarni yanada yuqori darajada olib chiqish uchun sa'y-harakatlar amalga oshirilmoqda. Mana Nodirbek Odilович ta'kidlangandek, mana shu O'zbekiston global sifat infratuzilmasi indeksida jami bo'lib 185 ta davlat ichida 52-o'rinni egallab turgani bu bejiz emas. Mana shu so'nggi e'lon qilingan rasmiy hisobotlar ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston o'z mavqeini oldingi yillarga nisbatan 15 pog'ona yuqorilashtirishga erishgan.
Bunga mana shu sohadagi tizimli islohotlar, milliy qonunchilikning Jahon savdo tashkiloti talablariga moslashtirilishi hamda tarmoqlarning xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish sabab bo'ladi. Va aynan akkreditatsiya yo'nalishi da agar to'xtalib o'tsak, mana aytganlaridek, O'zbekiston sifat infratuzilmasining eng kuchli va yetakchi ustuni hisoblanadi O'zbekistonda. Bu 29-o'rin hozirgi kunda. Bu ko'rsatkich Osiyo mintaqasida birinchi o'nlikda deb belgilangan va MDH mamlakatlari ichida esa bu birinchi o'rindagi mana shu uning yaqqol dalili hisoblanadi. Agar taqqoslasak, O'zbekistonning standartlashish sohasidagi o'rni 57-o'rin bo'lsa, metrologiya sohasida 72-o'rin. Bu ko'rsatkichlar ham bugungi kunda ancha yuqorilangan. Chunki bu sohalarda ham ancha-muncha ishlar amalga oshirilmoqda. Va bu yilgi 2026-yilda O'zbekiston akkreditatsiya markazi bundan-da yuqori o'rinlarni egallab, kuchli 20talikga kirishga umid qilamiz va bu uchun O'zbekiston akkreditatsiya markazida barcha imkoniyatlar mavjud. Rahmat. Ma'lumotlar uchun shu o'rinda yana bir savol tug'iladi. Albatta, ijtimoiy tarmoqlar orqali ham bizga savollar kelib tushyapti va qolaversa, mana shu auditoriyada O'zbekiston akkreditatsiya davlat muassasasi xodimlari ham o'tirishibdi. Tegishlilik bo'yicha savollarga javob berishlar mumkin bo'ladi. Shu o'rinda savolni o'qib eshitiraman. Aytib o'tib ketdingizki, xalqaro standartlar asosida tibbiy laboratoriyalar bo'yicha xizmat yo'lga qo'yildi dedingiz. Bu oddiy mijozlarga nima beradi? Marhamat. Juda qiziqarli yo'nalish, haqiqatdan o'zi aktual. Juda men 15189 standarti, bu xalqaro standart. Umuman qisqa qilib aytganda, mana hammamiz kasal bo'lib qolgan paytimizda qanaqadir bir davolanishdan oldin laboratoriyaga doktorga uchrashamiz. Doktor bizga analiz topshirgin deb bizani yo'naltiradi. Analiz topshirishga borganimizda bizdan shu tahlil natijalarini berib turib, mana sizni tahlil shunaqa deb bir diagnoz qo'yiladi. Mana shu laboratoriyalar analiz olayotgan paytida qaysi standartlar asosida qanaqa qilib olinishi, bu natijalarni qanaqa qilib tahlil qilinishi bo'yicha qo'yiladigan talablar mavjud. Shu xalqaro standartlar, mana shu 15189 standarti bo'yicha akkreditatsiyadan o'tgan tibbiy laboratoriyalar, bular xalqaro standartlarda belgilangan, qanaqa qilib bu natijalarni qabul qilish, qanaqa qilib ularni tahlil qilish, qanaqa qilib ularni hisoblab, qanchalik aniqlik darajasida ekanligini belgilab berib turib, natijalarni bera oladi. Bu narsani ular tizimiy ravishda o'sha belgilangan standartlar doirasida amalga oshirilayotganligini tasdiqlaydi. Akkreditatsiya markazi davriy ravishda bular shu belgilangan talablarga javob beradimi, yo'qmi degan narsalarni davriy ravishda baholab boramiz. Buning oqibatida ko'p yo'nalishlar ochilishi mumkin. Misol uchun, bu yerda agar shunaqa daraja, yuqori darajada, xalqaro darajada akkreditatsiyadan o'tgan va sohasi juda keng bo'lgan laboratoriyalar ko'payishi, bu mijozlarimiz, mana shu o'zimiz xalqimizning shu yerda o'zida analizlarni topshirib, bu analizlarini chet davlatiga ham, boshqa doktorlarga ham, boshqa davlatlarga ham jo'natgan paytida ular shunga qarab turib, shunga asoslangan holatida ularga davolanish anaqalarini, nima deydi, yo'llarini, masalan, davolash usullarini aniq belgilab berish mumkin. Chunki boshqa davlatda ishlab yurgan odamlar, xalqaro masalan darajada qaraydigan bo'lsak, doktorlarimiz va vrachlarimiz bular aniq natijalar bo'lsagina bularga to'g'ri davolanish sxemasini yozib berish mumkin. Bo'lmasa u gumon bo'ladi. Shuning uchun ham bular o'zaro shunaqa bir belgilanganki, shu standart talabiga javob bersa, demak bularning natijalari tan olsa bo'ladi, bularning natijasi ishonsa bo'ladi va buni orqasidan biza tezroq va unaqa effektiv davolanish darajasiga yetib kelamiz. Hozirgi kunda mana shu yo'nalish juda anaqa
rivojlanadigan va aktual hisoblanadi. Rahmat javob uchun. Demak, auditoriyamizda jurnalistlarimiz ham ishtirok etyapti. Agar savollar bo'lsa, mikrofon yoniga kelib, o'zingizni tanishtirib, savolni berishingiz mumkin bo'ladi. Marhamat. Assalomu alaykum. Dildora Matyoqubovaman, Mahalla radiosidan. Agar mumkin bo'lsa 3 ta savolim bor edi. Birinchisi, akkreditatsiyadan o'tgan laboratoriya yoki sertifikatlashtirish organi keyinchalik talablarga javob bermay qolgan holatlar ham bo'lganmi? Agar shunday bo'lsa, ularga nisbatan qanday choralar ko'riladi? Ikkinchi savolim, hozir bilamiz sun'iy intellekt va yangi texnologiyalar davri. Mana shu davrga akkreditatsiya sohasi qanday moslashmoqda? Va uchinchi savolim, mana o'zingiz ham aytdingiz hamda press relizda ham ko'rsatilgan 3 ta tibbiyot laboratoriyasi akkreditatsiyadan o'tgan dedingiz. Bu ko'rsatkich respublika uchun kam emasmi? Uni oshirish maqsadida qanday ishlar qilinyapti? Javoblar uchun rahmat. Rahmat. Birinchi savolingizga quyidagicha javob beraman. Bu albatta buni sinov laboratoriya baholama sertifikatlash idoralari bilan faoliyati nazorat qilib boriladi. Endi bu davriy baholashlar deb o'tkaziladi. Bu haqida masalan buni natijalarida masalan qonunchiligimizda belgilangan shartlar bor. Agar o'sha shartlar buzilsa, ma'lum bir paytda tugatilishi yoki to'xtatilishi mumkin. To'xtatilgan paytida bular 4 oygacha muddat berib to'xtatiladi. Shu davrgacha agar bular o'z xatoliklari, o'z aniqlangan nomuvofiqliklarini bartaraf eta olmasa, bunday korxona tugatiladi. Bunaqa holatlar mavjud. Juda ko'p bo'lgan payti bu masalan eski standartlardan yangi standartlarga o'tayotgan davrlarda ko'pchilik talablarni bajarib bera olmagan paytida ko'p laboratoriyalar vaqtinchalik yopilib yoki butunlay yopilib ketish holatlari mavjud bo'lgan. Keyin bu masalan noqonuniy ishlash holatlari bo'lib qolgan bo'lsa, bularda yoki masalan akkreditatsiya sohasidan bo'lmagan sinovlarni yoki bo'lmagan mahsulotlarga sertifikatlarni berish holatlari mavjud bo'lganda, bular avtomatik tarzda tugatiladi. Butunlay boshqa faoliyat yuritmaydi. Ikkinchi sun'iy intellekt bo'yicha bergan savolingiz to'g'ri, bu hozirgi kunda o'zi shunaqa jadal kirib kelyapti hamma sohada. Bu yo'nalishda ham bizga butun bitta bizani sohamizda emas, akkreditatsiya sohada emas, butun respublikaning har bir qirralarida, har bir yo'nalishlarida o'zi joriy etilishi ko'zda tutilmoqda. Bizda ham mana akkreditatsiya tizimimizda bu tizimlardan o'zi foydalanish uchun rejalar qilib qo'yilgan. Odamlarga qulayliklar yaratilish maqsadida shu qanaqa laboratoriyalar, qanaqa organlar borligini topish, bilan tahlil o'tkazish, o'zimizning ham faoliyatimizda foydalanayotgan paytda qaysi ekspertlardan foydalanish, boshqa qilish, ularni ham hisobga olib qo'ygan sun'iy intellektlardan foydalangan holatda. Chunki buni ma'lum bir muvofiqlik baholash organini tarkibini tuzayotgan paytida ham, ularni baholashga boradigan komissiyaning tarkibini tuzayotgan paytida ham ko'p omillarni e'tiborga olish kerak. Oldin ishlagan joyi, shu sohani bilishi, boshqa bir tartiblari bor. O'shalarga hamma joyda sun'iy intellektlarni kiritgan holatda ham inson omilidan qochish, nazarda tutish maqsadida bu ishlar olib borilmoqda. Keyin yana mana tibbiy laboratoriyalar bo'yicha aytdingiz, xalqaro talablar bor. Bular bo'yicha mana biz hozir aytib o'tganimizdek may oyida bo'lgan paritet baholashimizda bular birinchi 5 yil davomida bitta sikldan o'tib olishimiz kerak, bitta jarayonni ko'rsatib berishimiz kerak. Shuni masalan qilina olamiz degan narsa. Shuning uchun ham bular unaqa ko'p bo'lmagan edi shu paytgacha, lekin biz o'sha narsadan o'tdik. Xudo xolasa bu yog'iga o'zi xalqaro darajada tan olinadigan laboratoriyalarni akkreditatsiya qilish imkoniyatimiz mavjud bo'ladi. Endi bunga qo'shimcha ravishda mana Sog'liqni saqlash vazirligida ham, ularda ham bir markaz bor. Shu akkreditatsiya o'zlarini sohalaridan litsenziya berish, boshqa anaqalar bor. Ular ham bu sohada qarab turgani yo'q. Ular ham faoliyat yuritib, shu sohaga aniq qilib turishibdi. Ularning ham roli juda katta bunaqa laboratoriyalarning oshishida. Aslida bular birgalikda faoliyat yuritiladigan soha bo'ladi. Agar mumkin bo'lsa, birinchi savollarga ozgina qo'shimcha qilsam, bizda
markazimizda ogohlantirishsiz tashrif degan baholash texnikasi joriy etilgan. Mana shu texnikani qo'llash hisobida bu qonunchilikda ham va xalqaro 17.011 ISO standarti talabiga ham muvofiq biz mana shuni amalga oshiramiz. Shundan kelib chiqib biz o'sha sinov laboratoriyalar bo'ladimi yoki sertifikatsiya organlari bo'ladimi, bularni biz mana shu texnikani qo'llagan holda batafsil baholashimiz mumkin. Rahmat. Katta rahmat deymiz va shu o'rinda albatta 9-iyun butun jahon akkreditatsiya kuni munosabati bilan mana shu sohada mehnat qilayotgan barcha insonlarni, xodimlarni tabriklab qolamiz. Ishlaringizga rivoj deymiz. Akkreditatsiya kirib bordiki, bu demak o'sha ishonch va sifat kafolati deb bemalol ayta olamiz. Inson hayoti uchun avvalambor xizmat qiladigan juda katta soha. Ishlaringizga rivoj tilaymiz va mana shu O'z Report telekanali orqali bizni kuzatib borgan teletomoshabin do'stlarimizga ham tashakkur deymiz. Sog' salomat bo'ling.